Sarpa uchun top 5 tavsiya. Birinchisi 3-4 ta original duxi yuvinish uchun losyonni o'zi yetadi qizlar. Ko'p ishlatishni bilmaydigan narsalaringizni olib tashlang. Ikkinchisi noski. Ishonasizlarmi yo'qmi, juda ham ko'p kelinlar ko'p noski olmaganiga afsuslanadi. Uchinchisi baland po'shanli tufli yaxshi, lekin farzandli bo'lishingiz, homiladorligingiz, farzandlaringiz o'sish vaqtini hisobga olgan holda qulay oyoq kiyim ko'proq olinglar. Ondan bitta tillaqoshni o'zini zakaz bersangiz 300 ming so'm, 350 ming so'm turadi. Lekin men kelinlarimiz uchun juda ham ajoyib taklif bermoqchiman. Men o'zim tayyorlab qo'ygan naborlarimdan sotib olsangiz, shundagina siz arzonga ham hamyonbop, ham hamma narsasi bor bo'lgan taqinchoqlarni olasiz. Masalan, shu naborimiz narxi 450 ming. Bunda korona, tillaqosh bor. Bundan tashqari esa shuncha abadok, zirak va diademalar borligini ko'rishingiz mumkin. Bu naborimiz narxi ham 450 ming so'm. Bitta shu nabor bilan ishingiz hal bo'ladi. Takasim qachon bitarkin deb kutib o'tirmaysiz. Bu naborlar menda sotuvda bor. Atigi 450 ming so'm bilan sarpangizni hal qilasiz. Xarid qilish uchun pastdagi telefon raqamlariga bog'laning.